Dasturimiz davom etadi. Ozarbayjon O'zbekiston ikkinchi yoshlar forumi o'tkazilayotgani haqida xabar bergan edik. Forumning navbatdagi kunida delegatsiya a'zolari Bakudagi bir qator muhim maskanlarga hamda Sumqayit shahriga tashrif buyurishdi. Yoshlar tarix, madaniyat va davlat ramzlari bilan yaqindan tanishdilar. Jarayonlarda bevosita ishtirok etgan muxbirimiz Mamadiyor Muxtorov mavzuni davom ettiradi. Forum ishtirokchilari dastlab Zafar parkida bo'lishdi. Bu joy Ozarbayjon xalqining g'alabasi va jasorati ramzi sifatida barpo etilgan. Delegatsiya a'zolari yodgorlik majmuasi bilan tanishib, qisqa fikr almashishdi. Keyingi manzil harbiy g'animatlar parki bo'ldi. Bu yerda 2020-yilgi urushda qo'lga kiritilgan harbiy texnikalar va ko'rgazmalar namoyish etilgan. O'zbekistonlik yoshlar park bo'ylab sayr qilib, Ozarbayjonning yaqin tarixiga oid ma'lumotlarni tinglashdi. 5 kun davomida ko'p joylarga bordik, yoshlar markazi, tarixiy joylar, maktab va universitetlarda bo'ldik. Ozarbayjonlik tengdoshlarimiz bilan suhbatlashganda O'zbekistonda yoshlar yetakchisi lavozimi va bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar haqida gapirib berganimda, ular bu tizimda e'tibor va imkoniyatlarni yuksak baholashdi. Bu tashabbus yosh avlodga ilm va tarbiya berish orqali kelajak poydevorini mustahkamlash, buning orqali ikki xalqning ma'naviy yaqinligini yanada kuchaytirish yo'lidagi yuksak ehtiromdir. So'ngra ishtirokchilar Bakudagi davlat bayrog'i maydonida bo'lishdi. Jumladan vakillarimiz bu maydondagi muzey faoliyati bilan ham tanishishdi. Bayroq muzeyida davlat ramzlari, qadimiy bayroqlar va mustaqillik davriga oid eksponatlar namoyish etilgan. Delegatsiya a'zolari bu yerda tarixiy materiallar bilan yaqindan tanishishdi. Shundan so'ng ishtirokchilar milliy madaniyatga bag'ishlangan yana bir muzeyni ko'zdan kechirishdi. Mana shu Ozarbayjonning Baku shahrida, Qorabog'da, Shushada, boshqa hududlarda bo'lib, bu yerda yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar, mavjud shart-sharoitlar, tajriba almashish bo'yicha bular bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Biz o'ylaymizki, bu tashkil etilgan forum O'zbekiston uchun ham, qardosh davlat Ozarbayjon yoshlari uchun ham samarali bo'ladi. Mana shu delegatsiyamizning eng asosiy oldida ko'zlangan maqsad ikki davlat o'rtasidagi o'zaro birodarlik, do'stlik aloqalarini mustahkamlash va bu yo'lda yoshlarimizni alohida o'zini o'rnini munosib qilib mustahkamlashdan iborat hisoblanadi. Forum ishtirokchilarining yakuniy manzili Sumqayit yoshlar uyi bo'ldi. Bu yerda yoshlar bilan samimiy uchrashuv va ochiq muloqot tashkil etildi. Yoshlarimiz markaz faoliyati, to'garaklar va yoshlar dasturlari bilan batafsil tanishishdi. Bugun O'zbekistonning biz uchun bugungi tashrif juda qadrli. O'zbekistonlik do'stlarimiz bilan uchrashuv ikki davlat yoshlar o'rtasidagi samimiylik va do'stlikning ifodasi. Bugungi muloqot davomida yoshlar siyosati, ta'lim va madaniy sohalardagi tajribalar bilan o'rtoqlashdik. Biz hamkorlikni davom ettirib, birgalikda yangi loyihalar amalga oshirishni rejalashtiryapmiz. Tashrif davomida ishtirokchilar Ozarbayjonning ramziy joylari, madaniy merosi va yoshlar markazlari bilan yaqindan tanishishdi. Uchrashuvlarda o'zaro tajriba almashilib, kelgusidagi qo'shma tashabbuslar muhokama qilindi. 5 kun davom etgan Ozarbayjon O'zbekiston ikkinchi yoshlar forumi o'z yakuniga yetdi. Bu tashriflar shubhasiz ikki xalq yoshlar o'rtasidagi do'stlik va ishonchni yanada mustahkamladi. Mamadiyor Muxtorov Ozarbayjonning Baku shahridan Hudud informatsion dasturi uchun.